Do'stlar, menda yomon xabarlar bor. Ayni paytda bizning ustimizga yadroviy bomba uchmoqda. Yangiliklarda aytishlariga qaraganda bu tasodif edi, lekin endi kech. Yadroviy bombani to'xtatib bo'lmaydi. Bizning so'nggi umidimiz esa bunker qurish. Ha, yadroviy bombaga qarshi. Bizning bunkerimiz nafaqat portlashga va radiatsiyani ham o'tkazmaydigan darajada kuchli bo'lishi kerak. Umid qilamanki, bu qo'limizdan keladi. Xo'sh, qishloqqa, sen yangiliklarni eshitding deb o'ylayman. Nega o'tiribsan unda? Tur, bunker quraylik. Nima? Men buni yangi kinoni treyler deb o'ylabman. Yangilikmidi? Ha qishloqqa, ha demay ustimizga, ana u taraflarda yadroviy bomba kelib qulaydi. Shuning uchun shoshilishimiz kerak. Sen nega kompyuterga yopishaverasan? Ha, ahvol rostdan ham jiddiga o'xshayapti. Lekin sen qanaqa zo'r o'yinchi topding. O'yin desam, qanaqa o'yin, ustimizga yadroviy bomba qulayapti. Biz hozirroq ish ko'rishimiz kerak. Tushunib turibman. Lekin menimcha bizga bunga yordam bera olmasa kerak. Yo'q, shunga o'ynaylik o'tirib. Yo'q, agar biz yetarli darajada mustahkam bunker quradigan bo'lsak, albatta uddalay olamiz. Muhimi o'zimizga ishonishimiz kerak. Yaxshi. Faqat undan oldin menga kreativni qaytar. Ha, to'g'ri aytasan, senga kreativ berishga to'g'ri keladi. Mayli ushla. Cheksiz kuch. Chacha! Ajoyib, bu bizning bunkerimizning darvozasi bo'ladi. Menda xubat. O'zim ham kreativga o'tib olaman. Xo'sh, endi bunker qurilishini boshlasak bo'ladi. Bizning bunkerimiz mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Bu esa unga kirish eshigi. Qattiq eshik tanlayman-da. Aytganchi, bunkerimiz tashqarida turadimi? Yo'q, albatta, bunkerimiz chuqur yer ostiga kirgan bo'ladi. Va bu ishlarni barida bitta blok ishlatish kerak. Olmos eritsa kerak. Radiatsiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin qaysi? Bedrock. Bu albatta to'g'ri keladi. Bedrock radiatsiyaga chidamliga ishonching komilmi? Yo'q, u radiatsiyaga chidamli emas, lekin aniq portlatib bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham u bizga kerak. Radiatsiyaga esa boshqa narsa o'ylab topamiz. Ishonaver, menda g'oyalar bor. Portlashni ushlash uchun bedrockdan qobiq tayyor, lekin hali katta ish oldinda. Boshlanishga mana bu yerda tozalash kerak. Keyin sekin yertaga kirib ketamiz. Bu yerni belgilaymiz va bu yerda endi esa komanda yozsak tayyor. Obbo, biroz o'qildi-ku, a? Mayli, buni to'g'irlash umuman muammo emas. Hozirda o'zida to'g'irlab tashlayman. Arti, bu bunker mustahkam ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin yadroviy bombadan asrab qolmaydi. Ha, tushunib turibman. Shuning uchun ham biz endi yer tagiga kirishimiz kerak. Aynan shunday hollar uchun ham menda mana bunday bor. Bu bilan qilish aniq osonroq bo'ladi. Xatolar kamayadi demoqchiman. O'zi ham yaxshigina chuqurga kirishimiz kerak. Ha, to'g'ri. Yadroviy bombaning radiatsiyasidan qochish oson bo'lmaydi. Menimcha yetarli darajada chuqurlikka tushdik. Sen esa bekorchi turmada mana bu zinapoyalarni qo'yibchi. Portlashga chidamlimi bular? Ko'rinishidan shunday. Har ehtimolga qarshi mana bu yerlarga bedrock qo'yish kerak. Ha, albatta, bu yaxshi g'oya. Mendan yomon g'oya chiqmaydi-yu. Vaqtimiz ham tobora kam qolyapti. Shuning uchun men hozirroq bunkerning asosiy qismi uchun xonakamlashni boshlayman. Keyinroq siqilib yurmaylik. 3-4 oy yotishimiz kerak u yerlarda. Menga ayt, sen qayerda qasrdagi ulkan bunkerlar ko'rgansan? Qayerda birinchi bu biz quramizda. Mayli, iloji boricha kattaroq qilishga harakat qilaman. Aytgancha, O'zbekistonda ham atom bombasi portlatilganligini bilarmidingiz? Ha, Buxoroda topilgan ulkan gaz konini to'xtatish maqsadida yer tagida atom bombasi portlatilgan. Olim bo'lib ketay, sen undan ko'ra gapir, endi nima qilamiz? Endimi? Endi shunchaki bizni bir necha oy davomida tirik ushlab tura oladigan xona qurishimiz kerak. Bunkerimiz deyarli tayyor, lekin biz baribir shoshilishimiz kerak. Bomba yaqin orada keladi. Menimcha buncha chuqurlikda bomba bizni topadi. Ha, bilaman, shuning uchun ham biz 3 xil blok ishlatamiz. Bedrock, temir va mana bu radiatsiyaga qarshi blok. Bedrock portlashdan himoya qilsa, bu ikkitasi radiatsiyadan himoya qiladi. Shuning uchun shoshilish kerak. Boshlanishiga bedrock qilib chiqamiz xonani. Bedrockdan himoya tayyor, endi temirga o'tamiz. Nega aynan temir? Chernobil falokati haqida eshitgansan meni. Bu yerda ham radiatsiyadan qutulish uchun aynan temirdan foydalanishga. Tarixga qatnayapsanmi? Ha, bir paytlar. Xo'sh, temirdan ham himoyamiz tayyor. Endi bo'lsa eng mustahkamga o'tamiz. Aynan shu blok bizni saqlab qolish kerak. Ko'rinishidan radiatsiyaga qarshi maxsus tayyorlanganga o'xshaydi. Aynan. Shuloqi, menimcha bizda muammolar bor. Qara, agar tepaga qo'ysak, bu yerda ataga 2 blok qolar ekan. Yo'q, men bunaqasiga chidolmayman. Yo'q, 2 blokda yashab bo'lmaydi. Lekin shunday qilsak xavfsizroq bo'ladi-da. Tupurdan xavfsizligiga o'lamiz yaxshisi. Bilasanmi nima Arti? Bizga yana eshik kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Bu yerga yana bitta yordamchi eshiklar qo'yish kerak xavfsizlik uchun. Va mana ular tayyor. Qanday seningcha?
pek menga yoqdi. Va yana ular juda ham mustahkam, ayni muddo, faqat sekin ochilarkanda. Xo'sh, bu xonani menimcha ikkiga bo'lishimiz kerak. Birida oshxona yurish joyi bo'lsa, ikkinchisida biz yashaydigan joy bo'ladi. Tushunyapsanmi? Shuning uchun ikkiga bo'lish kerak. Mana shunday sizga xonani ikkiga bo'lamiz va tayyor bo'ldi. Faqat mana bu yerga bitta eshik, xonalar orasida bemalol yurish. Men sig'mayapman qani, rasto eshik yasaysan sen? Yaxshi, unda shunchaki eshikni almashtiramiz. Faqat eshikni mana bunday qilib qo'yamiz, tayyor. Xo'sh, endi biz yana juda muhim bir narsani hal qilishimiz kerak. Nimani? Havonida esingdan chiqdimi? Axir u bu yerda juda ham tez tugaydi. To'g'ri, bu yerda shunchaki derazani ochib qo'ya olmaysan. Shuning uchun ham ularga ko'rsat. Mana. Kutib oling, havo tozalagich 5000. U tashqaridagi havoni bizga tozalab beradi. Ha, va uni qayergadir o'rnatishimiz kerak. Hozir hal qilamiz-da shuni. Havo tozalagich 5000 ni qo'yish uchun mana bu yerdan yana bitta qo'shimcha xona kavlashimiz kerak. Hoziroq kavlab tashlayman. Tez ishlab, bomba uchib keladi hozir. Bo'ldi, qo'ysang ham bo'ladi. O, sig'di. Faqat sal yaqinroqqa. Tushunarli, vop, qanday? Bo'ldi, shunday qoldi. Menimcha aynan kerakli joyga turdi. Mana bu yerdan havo kirib tursa, joyi bo'ldi joyda. Havo tozalagichni shunchaki bedroq bilan o'rasak ham yetadi. Chunki uni joni yo'q-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bu quvurlardan esa tozalagich 5000 havo tortadi. Ajoyib. Buni albatta bedroq bilan o'rash kerak. Portlab ketmasligi uchun tayyor. Vaqt ham juda kam qoldi, shoshilish kerak. Xo'sh, bu xonani biz menimcha oshxona qilamiz. Chunki shovqinda uxlamaymiz-ku, to'g'rimi? Nimaga? Shovqin bo'lgani bilan tuzda havo? Yo'q. Seni xurrak ochishing ham yetadi. Sen xurrak otasan. Vertolyot. Xullas, men bu yerga oshxona jihozlarini qo'yib bo'ldim. Tepaga esa dars olish uchun shkafchalar qo'yib qo'yamiz. Mana bunday qilib, bularning ichiga darsni saqlash mumkin. Xo'sh, endi bu yerga mana bunday qo'l yuvgich va yana muzlatgich. Usiz qanday, to'g'rimi? Xo'sh, yana nima qo'ysam ekan? Mana bu yerda nima yopib qo'ysam, bu yer ochiq turishi kerak. Ha, yaxshi, unda chiqadi qutisini shu yerga qo'yaman. Bitta bu yerda ikkita chiqadi qutisiga nima bor? O'zing unaqa past ko'raverma. Mana bu yerga mikroto'lqinli pech, faqat sal uzoqroqqa suvdan ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerga esa eshik qo'yish kerak, chunki bu bazamizning eng nozik joyi bo'lib qolyapti. Aytgancha, chiqindi qutisi ishlaydimi? Ha, ishlar ekan. Qara, muzlatgichni ham ovqat bilan to'ldirdim, yeb yotamiz. O, ajoyib. Bu yerni bezatish bilan bo'lib bizga bomba uchayotgani ham esimdan chiqib ketibdi. Lekin menimcha yaxshi chiqdi. Faqat ko'z qamashyapti, mana buni almashtirish kerak. Gilamcha qo'yib chiqamiz bo'lmasam. Xo'sh, tayyor. Aytgan eding, ancha chiroyli bo'ldi. Ish ko'zini bilaman. Qara, mana bunaqa narsalar ham topdim, mos tushdi. Ikkinchi xonada esa biz eng ko'p vaqt o'tkazamiz. Xullas, yashaydigan joy bo'ladi. Bu yerda esa bu degani chiroyligina qilish kerak. Uni qizil qil. Mayli, qizil bo'lsa qizil. Endi yodonlarni almashtir. Mayli, bularni ham almashtirgani bo'lsin. Mana bu de radiatsiyaga bos. Men esa bu yerga o'rindiqlar qo'ydim. Nimadir yetmayapti. O, mana bularni qo'ysak bo'ladi. Albatta bilmayman bular nima, lekin mayli tursin. Chiroqlarni elamiz bir nechta yorug' bo'lishi uchun. Men mana bu yoqqa notebook qo'yib qo'yaman. YouTube'chi ko'rib o'tiramiz. Ha, yangiliklardan ham xabardor bo'lib turamiz, qachon chiqishni bilamiz va yana bizga radiatsiyaga qarshi aslaha kerak. Qanday buni unutish mumkin edi? Mana bu yerda ikkalamizga qo'yib qo'yaman. Mana tayyor. Bu aslahalar umid qilamanki, bizni hayotimizni asrab qoladi. Shkafni och. Vo, bular nega? Mabodo radiatsiyadan deb zombilar mutantga aylanib qolsa. Xo'sh do'stlar, bu yerda va nihoyat qurib bo'ldik. Endi bombaning uchib kelishini kutish qoldi. 2 soatdan so'ng. Menimcha yangiliklarda aldashgandi. Ha, shunaqa bo'lsa yaxshi. Voy, la'nati. Menimcha boshlandi hoziroq aslahalarni kiy, menimcha tushdi bomba. Hozircha tirikmiz, bu yaxshi yangilik. Qiziq, tashqarida nima bo'lyapti ekan? Ana portladi.
Yiqilib ketdim men bu yerlarda qachon chiqib ko'ramiz ko'chani? Sen muhimi mana bu dorini o'zingga urishni unutma. O'lib ketasan bo'lmasam. Hattoki bu yerning ichida ham dorisiz yashab bo'lmayapti. Wow, bu nima? Oradan bir oy o'tdi, lekin ahvol shunday. Yangiliklarda tozalovchilar keladi deyishganda yaqin orada kelib qolib hammasini tozalashar. Mayli bu yerda yana chidab turamiz. Ha, to'g'ri. Aytgancha, nega haligacha hech kim obuna bo'lmadi? To'g'ri do'stlar, kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz esa o'zimizning jonajon bu yerimizga ketdik.